Nega shunchaki toqqa qarab ketayotgan pingvin videosiga minglab odamlar layk bosmoqda? Bu shunchaki pingvin emas, biz unda o'zimizni ko'ryapmiz, lekin nega? Odamlar unda o'z holatini ko'ryapti. Ichki charchoqni, bosimni, qochib ketish istagini. Pingvin esa shunchaki ketmoqda, orqasiga qaramasdan. Ammo bu yerdan hech qanday ma'no izlash kerak emas, u ongli qaror qabul qilayotgani yo'q. Olimlar aytishicha, u adashgan yoki kasal, u erkinlikka emas, aniq o'limga qarab ketyapti. Eng qizig'i shundaki, biz o'z dardimizni shu jonzotga yuklayapmiz. O'zimiz aytolmagan hislarni, qilolmagan ishlarni uning yurishida ko'ryapmiz. Agar hammasidan charchagan bo'lsangiz, to'xtang, dam oling, o'zingizga keling, lekin hammasidan voz kechmang. Unutmang, siz pingvin emas, insonsiz.